جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. Nazil qilgan kitoblar orqali insoniyatni sharaflantirgan Rabbimizga hamd va sanolar. Qur'oni Karim bilan ummatni yetaklagan so'yimlik payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men qarindishlar Muhsin O'zg'azi. Allohning izni bilan bundan keyin Farabi Tor darsxonasi vasitasi bilan Qur'on savodining chiqarman temasidagi yurishlik darslarimiz sizlar bilan yuz ko'rishadi inshaalloh. Albatta, kitoblarga iymon etish bizning e'tiqod dunyomizda o'xshamagan mas'uliyat va vazifalarni yuklab keladi. Bularning birinchisi Qur'oni Karimni o'rganish va uni o'qish. Yaqin yillarning mobaynida xalqimizning mushu Qur'oni Karimni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi, orzusi va tirishchanligining kun sayin ishlayotganligi hammalarga ma'lum. Bo'libmi, o'qishdan sirtqi va xizmatdan sirtqi vaqtlarda tor dunyosida bo'lsin yoki Qur'on kurslarida bo'lsin bu xizmatlarning ilib berilishi layoqatlik va texnik sifatlik bo'lgan iznishlar bilan bu jarayonga yetakchilik qilish ehtiyojini tug'dirib kelmoqda. Bu xizmatimiz dal mushkil ehtiyojni javoblantirishni maqsad qiladi. Har bir o'qitish xizmatida bo'lganiga o'xshash Qur'oni Karim o'rganishmi to'g'ri uchur, to'g'ri usul va to'g'ri ishlatishdan iborat 3 kambos bo'lmaydigan prinsipdan tarkib tepish kerak. Uchurning to'g'riligi egalmoqchi bo'lgan bilim va iqtidorning texnik puxta va sog'lom bo'lishiga kafolatlik qilsa, usulning to'g'riligi erishmoqchi bo'lgan uchurni texnik qulay erishish yo'llarini bizga hozirlab beradi. Ishlatishning to'g'riligi buni o'zlashtirish yo'lini bizga osonlashtirib beradi. Bu urinishimiz dal mushu 3 xil prinsip asosida o'tirg'a erib chiqildi. Darslarimiz tamomlagan o'quvchilar tajvid nazariya va amaliy qoidalarini o'tir saviyaga yaqin o'rganib chiqqan bo'ladi. Oxirida deydiganim shuki, Allohdan bu xizmatimizning Qur'on o'qish jarayoniga foydali bo'lishini va Qur'on bilan bo'lgan abadiy do'stligimizni texnik kuchlantirib berishini Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. تصفو حياة المرء بالقرآن لا تستقيم حياة